Amerika Rossiyadan ham battar bo'lib qoldi, ya'ni xavfli bo'lib qoldi. Amerikada hozirgi vaziyatda juda ham vahimali, ya'ni juda ham xavfli bo'lib qoldi. Hattoki ishlash tugul, pul topish tugul bu yerda tinchgina yashash ham xavfli bo'lib qoldi. Sababi hozir hamma joyda Tramp ma'muriyati tomonidan belgilangan ICE, immigratsion slujba deymiz, immigratsioniy xodimlar. Farqi yo'q, kim bo'lsa ham og'riq tiqyapti, jismoniy kuch ko'rsatyapti, kerak bo'lsa otib o'ldiryapti. Men hozir videolarga bu narsalarni qo'ymayman, sababi buni balkim ko'ngli bo'shlik ko'rishi mumkin yoki bir bolalar ko'rishi mumkin. Shuning uchun u narsalar joylarini qo'ymayman. Sizni ushlab olib ketgandan keyin ham sirazi davlatga jo'natmayapti. Ular 4-5 oy sizni qamoqda sovuqda ushlab turyapti. Bu yerda yotasiz, ovqatni mazasi yo'q, kirganlardan bittasidan so'radik, ovqatni mazasi umuman. U ham mayli, ovqat ham mayli, lekin hozir vaziyat hattoki amerikanistlar biza, ya'ni man deylik yoki boshqa bir viza bilan kelganmi, green karta bilan kelganmi, через Meksika kelganmi, boshqa bo'lib kelganmi, qanaqa xullas chet ellik bo'lib kelgan Amerikaga, ya'ni Amerikada tug'ilib o'smagan bo'lsa, ya'ni chet eldan o'sha любой davlatda Amerikaga kelib yashayaptimi? Amerikani fuqarolari mana bizaga o'xshaganlarni chiqib himoya qilyapti. Mana necha mingta odamni to'planib bizani himoya qilyapti. Ko'ryapsizlarmi, amerikaliklar o'sha davlatiga qarshi chiqyapti. Ya'ni, "Oy, deport qilmalaring, oy, ishchi kuch kerak, oy, qiynamalaring, bunaqa deb xullas chiqib, даже biz uchun amerikanliklar kerak bo'lsa jon beryapti. Вообще tushunmayman. Hattoki biza uchun, ya'ni butun mana hozir boya yuqorida aytib o'tganimdek, butun immigrantlar uchun hattoki politsiyachilar ham o'sha immigratsion xodimlarga qarshi chiqyapti, olib ketishga qarshi chiqyapti. Nima kerak, olib ketmaysan boshqa. Ya'ni veteranlar, oldin harbiy bo'lgan, juda ham katta veteranlar mana videolarni qo'yib boraman. Даже bayroqlarni ko'tarib, ko'chalarda ham bayroqlarni ko'tarib, hattoki odamlar chiqib aytayapti, Trampga ovoz bergan odamlar yig'lab chiqyapti. Hattoki biz bunaqa bo'lishini bilmagandik, iltimos bizani kechiringlar, o'sha chet eldan kelganlar bizani kechiringlar, biz bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandik. Bekor Trampga ovoz beramiz degan narsalar bo'lib ketyapti. Bu videoni o'sha Amerikaga juda ham qiziqib, mazza qilib ishlayman, yengil pul topaman deb mana bu yerda yurganlardan masalan mamnaga mazza qilib yursanlarmi deydiganlarga videoni jo'natib qo'yinglar, ko'rsin Amerikada qanaqa bo'layotgan. Bilasizlarmi nimaga bu immigratsion xodimlar jonini jabborga berib ishlayapti? Sababi har bitta immigratsion xodim uchun Tramp oylikdan tashqari har bitta ICE xodimi uchun 40 ming, 50 ming dollardan oylik ustama haqqi beryapti. Shuning uchun ham ular jonini berib ishlayapti. Soqqani bosib oladi. Urib, tepib, ko'kartirib, mana shu chet el fuqarolardan, ya'ni o'zbeklardan ham bo'ldi bu. Qamoqxonada o'sha immigratsiya xodimini olib ketgan qamoqxonada qamab qo'yganda nechtadir